Hozir biz sizlarga bel sohasidagi og'riqlar, bel grijalari holatida uy sharoitida qilish mumkin bo'lgan mashqlar va ular yordamida og'riqlardan qutulishni o'rgatamiz. Ko'p holatlarda bel grijasida og'riq quyidagicha bo'ladi. Bel qismidan tortib, bo'ksa va oyoqqa orqa qismidan bir chiziq bo'lib tortib og'riydi og'riq. Bu og'riqlarning sababi, kelib chiqish faktorlari, nimaga aynan oyoqqa berishlarini bundan oldingi videolarimizda tushuntirib o'tib ketganmiz. Hozir mana shu holatda qanaqa qilib mashqlar yordamida og'riqlarni kamaytirish mumkinligini o'rgatamiz. Bu mashqni bajarish uchun bizga oddiy baklashka kerak bo'ladi, ichiga suv to'ldirilgan va sochiq kerak bo'ladi. Baklashkani sochiq bilan o'raymiz. Mana bu bemorimizda misol uchun og'riq o'ng tarafida deylik, ya'ni belda og'riq bor plus o'ng bo'ksa va o'ng oyoqda og'riq bor. Biza bu holatda chap taraflama yotamiz. Baklashkani esa mana bu qovurg'a tugab, yumshoq qorinning yumshoq tarafi bilan yotamiz. Yon qismi bilan. Yotdik. Mana to'liq yotib bering. Yotdik. Bu bizga nima beradi? Bu bizga bel sohasidagi spazm bo'lib qolgan mushaklarni dekompressiyasiga yordam beradi. Ya'ni spazm olinishiga yordam beradi, ozgina bo'shashishiga yordam beradi. Mana shu tarzda 3-5 daqiqa yotamiz. Bel sohasidagi mushaklarning dekompressiyasiga erishdik. Endi nima qilamiz? U yerga miopressura muolajasini amalga oshirish uchun bizga ikkita tennis koptogi kerak bo'ladi. Uni sochiqqa qo'yamizda va yopamiz. Mana shunaqa hosil bo'lishi kerak. Uskuna deymizmi, nima deymiz buni? O'shanga doktorimiz hozir bel bilan yotib ko'rsatadilar. Mana bu rovna bellariga tushdi. Dumg'azaga tushish kerak emas. Mana именно bel sohamizga tushish kerak bu koptok. Bellariga tushdi. Shu tarzda 2-3 daqiqa yotamiz. 2-3 daqiqa yotgandan keyin sekin bu yerga bosim qilishni ko'rsatib beramiz. Mana belga qo'yib 2-3 daqiqa yotdik. Og'riqlar nisbatan kamayyapti va endi unga qo'shimcha bosim qilamiz. Boshlaymiz. Mana. Bu nimaga yordam beradi bizga? Miopressuraga, bel sohasidagi qon aylanishi yaxshilashishiga hamda spazmni kamayishiga yordam beradi. Darsni davom ettiramiz. Ishladik. 2-3 daqiqa dam olamiz. Dam olganimizdan keyin yana davom ettiramiz mashqimizni. Dam olib bo'ldik, yana davom ettiramiz. Bu bel sohasidagi og'riqlar, bel grijalari holatida qilinishi kerak bo'lgan ikkinchi mashqimiz edi. Hozir bel sohasiga qilinadigan mashqlarni, uni dekompressiyasi, qanaqa spazmni olishini ko'rsatdik. Endi grijadan kelib chiqadigan og'riqlarda biz grushevitniy mishsa haqida ham gapirdik. O'tdagi spazmdan olishni ko'rsatamiz hozir. Buning uchun doktorimiz mana ko'rsatib beradilar. Oyog'i maksimal o'zimizga tortib ishlov beramiz. Ko'krak qafasigacha ham tortamiz. Tortib ishladik. Hamda yana bitta tortamiz dedik, ushab turamiz ozgina. Qo'yib yuboramiz. Yana ozgina ishlov berib, keyin yana ushab turamiz. Bu mashqimizni qilib bo'ldik. Agar chap bo'ksingizda og'riq bo'lsa, chap oyoq qilasiz, o'ng bo'ksida bo'lsa, o'ng oyoq qilasiz. Endi ikkinchi, xuddi shu grushevitniy mishsaga qilinadigan mashqimiz, tizzani bukamiz uning uchun. Tizzani bukamiz, ikkinchi oyog'imizni tizzani ustiga tashlaymiz. Va bu yerda qo'limiz yordamida unga bosim beramiz, itaramiz maksimum. Bu yerga boshingizdagi yostiq qo'yib olsangiz ham bo'ladi, udobniy bo'ladi. Bosim beramiz maksimalni. Bu grushevitniy mishsadagi, mushakdagi og'riqlarni kamaytirish va spazmini olish uchun kerak bo'ladigan mashqlar edi. Bu bel va bo'ksa uchun ko'rsatiladigan oxirgi mashqimiz. Bu mashqimiz nimaga yordam beradi? Beldagi eng chuqur mushaklargacha ham ishlov beradi. O'tdagi qon aylanishini yaxshilaydi hamda spazmdan olishga yordam beradi. Buning uchun to'g'ri oyoqlab turib olamiz. Va oyog'ini cho'zamiz maksimal. Mana ko'ryapsizlar, doktorimiz oyog'ini maksimal cho'zyapti. Endi oyog'imiz maksimalga yig'amiz, tizzamiz ko'kragigacha ham kelishi kerak bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, bel polniy ishlayapti. Bo'ksa ishlayapti. Shu tariqa 10-15 marta ushbu mashqni qilasizlar. Xohlasanglar 15 minut, xohlasanglar yarim soat dam olib,
ko'proq qilishinglarni tavsiya qilaman. O'zinglarni qiynamagan holatda og'riq chidamli, yoqimli og'riq bo'lsa, mashqlarni davom ettiramiz. Chidolmaydigan kuchli og'riqlar bo'lsa, mashqlarni to'xtatamiz. Bu mashqlar kompleksi bel sohasidagi kuchli og'riqlar va bel grijasidan kelib chiqadigan og'riqlar uchun edi. O'ylaymanki, bu mashqlarimiz sizlar uchun maksimal foydali bo'ldi. Bu mashqlarni muntazam davom ettirib boring va xuddi shunaqa shikoyatlardan qiynalib yurgan o'z yaqiningizga jo'natib qo'ying. Sizlar bilan Eldor Nevrodoktor.